Assalamu alaykum. Biz oldingi darsimizda JavaScript'dagi sonliq ma'lumot tiplari haqida so'zlagan edik. Bugungi darsimizda JavaScript'dagi amallar haqida to'xtalamiz. Amallarni bir qo'l tanishtirib o'tgandan keyin JavaScript'dagi shart jumlasidan if jumlasini tanishtirib o'tamiz. Men bu JavaScript darsini mush kitobni asos qilib so'zlayman. Mushu darsning ostiga men bu kitobni tushiradigan adresini ta'minlab qo'yay. Ashundan tushirib olsanglar, ders so'zlangan mazmunlarni takrorlamoqchi bo'lsanglar, foydalanganni balkim aftichi mumkin. Endi darsni boshlab ketaylik. Bu kitobningki bunda darsga qarasanglar, bunda darsda dastlabda birinchi bo'limning birinchi bo'lakda JavaScript haqida tonishtirish berilgan, anki JavaScriptning sintaksi haqida to'xtalgandan keyin JavaScriptni qandaq muhitni qandaq hozirlash haqida, undan JavaScriptni o'rinlashtiradigan o'rinlar qayerga qo'ysa muvofiq bo'ldi. Andan keyin 5-si JavaScriptdagi o'zgaruvchilar bularni so'zlagan dastlabda. Bu mazmunlarni biz oldingi qitimliq darsimizda bir tanishtirib o'tdik. Bugungi darsimizda 6-chi mazmun bo'lgan shu amallar haqida to'xtalamiz. Amallar. Amal deganimiz nima desanglar? 4 ni 5 ga qo'shamiz. 4 ga 5 ni qo'shsak 9 desak, buning ichidagi qo'shish belgisi amal bo'ladi. JavaScriptdagi amallar, matematikalik amallar yoki arifmetikalik amallar, selishtirma amallar, logikalik yoki munosabat amallari, qimmat yo'llash amallari, shart amallari degandek mushunaq bir necha turga bo'linadi. Eng dastlabda biz matematikalik amallar yoki arifmetikalik amallar bilan tanishtirib o'tamiz. Normalda matematikalik amallar deganimizda matematikadagi 4 amal, ya'ni qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish. Undan boshqa qaldiq tepish, arttirish, kamaytirish degandek ham shunday amallar ko'z tutiladi. Undan boshqa matematikadagi radikal yiltizdan chiqarish yoki radikaldan chiqarish deb qo'yamiz. Daraja ko'tarish, sinus, kosinus, tangens degandek mush amallarning hammasi matematikalik amallar kirdi. Biz amaliy misollar qilib bu matematikalik amallarni qanday ishlatish bilan tanishib o'taylik. Biz oldingi darsimizda biz JavaScriptni sinash uchun Visual Studio Code hamda naq maydonda ijro bo'lgan Visual Studio Code'ningki live server deganni qanday qurishni o'rgangan. Biz yana shu muhitda sinaymiz. Oldingi darsga o'xshamaydigan yeri, bugun biz JavaScriptningki document get element by id degan narsani ishlatish orqali bizningki sinamoqchi bo'lgan mazmunimizni shu o'zimiz HTML hujjatida qayerda belgilangan bo'lsak, shu belgilab qo'ygan o'rinda ko'rsatib shunday sinaymiz. Hamda bu xil sinashni qanday amalga oshiramiz desanglar, biz HTML hujjatining ishiga bodyning ishiga masalan p deb bir tagdan birini qurib, abzas tagidan birini, abzas tagining ismini text deb qo'ysak, text deb qo'ygandan keyin hamda JavaScriptning ishida mush abzas tagini document get element by id deb shu tekstga ismga asosan tagga 1-2-3 degan tekstni ko'rsatadigan qilmoqchi bo'lsak, mana tang 1-2-3 desak 1-2-3 ko'rindi masalan. Ondan agar ustidagi dars degan mishada ko'rsatmoqchi bo'lsak, mana bu darsga o'zgarishni ko'rsatmoqchi bo'lsak, o'xshashlar inner HTML tang dars desak, shu mazmun ko'rindi. Men bu HTML ni sal ko'rkamroq ko'rinsin deb biz ham CSS ni yozib xat nusxasi ekranning oxiriga degan narsani tanlab qo'ygandim. Shunga endi bu sizlarniki sinaqqan betani bilan shakl jihatda to'g'ri o'xshash chiqmasligi mumkin, lekin
Şu işletish usuli prinsipi o'xshaydi. Meningmi bu tekstni ko'rsatadigan xat kuchimning ismi tekst. Shunga Java'ning ichida, Java kodining ichida men document get element by id text degan tekstning inner html degan qimmati nimaga tansam shu mening belgilab qo'ygan shu xat kuchda buni ko'rsatib berdi. Endi darsimizga qaytib kelsak, masalan, amallar biz x deganimizning o'zi 2 deb bir o'zgaruvchidan birisiga 2 degan qimmatni berdik. Hamda y deganga 3 ni berdik. Hamda let z deganimizning o'zi x qo'shimiz 3 bo'lsa, andan keyin bu yerda z ni ko'rsatib berib bunday qilsak, qimmati 5 oldu. Bu hamda matematikalik amallarning birinchisi qo'shish amalini qanday ishlatish JavaScriptda. Bu normalda matematikada qo'shishni qanday ishlatgan bo'lsak, shunday qilib ishlasak bo'ldi. Hem ikinci amal elish belgisi. Elish belgisi mi o'xshash. Ama bu x qo'shimiz y demek, x qo'shimiz 3 deb demak, o'xshash ikkisiniki. Qimmati baribir y degan 3 degan qimmatni oldigan uchun natija o'xshash chiqadi. Hamda x dan men y ni elib etsam-chi, 2 dan 3 ni elib etsam -1 chiqadi. Shuningdek, bu qo'shish elish degandek amalni normal ishlataversak bo'ldi. Masalan, x dan y ni elib, yana x ni qo'shyapti. Bunda qilsak, x ni qimmati 2, mana 3, ikkisini mana elib etsam -1 chiqadi. Buning 3 ni 2 ni qo'shib bersam, natija ne chiqish kerak? 1 chiqish kerak. Bu matematikalik qo'shish elishni bunda ishlaysizlar. Hamda matematikalik amallardan ko'paytishga normalda x ko'payishga o'xshaydi, lekin ko'paytish amali uchun biz programlash tillarida yulduz belgisi ishlatamiz. Hamda x ko'paytimiz y deb ikkisini ko'paytmisini hisoblab boqaylik. Hisoblasak, ikkisini ko'paytmisi 6 chiqdi. Hemen pastda matematik amallarni chizib qo'ygan. Masalan, qo'shish amalini ishlab bo'ldik, elishni sinab boqdik, ko'paytishni sinab boqdik. Hamda bo'lish belgisi bundaq yoziladi. Masalan, x ni y ga bölsek, 2 ni 3 ga bölsek, ne chiqadi? 0.666 bundaq chiqadi. Hamda 4 amaldan keyin 5-chi matematikalik amal bu percent. Bu bizning matematikalik percent bilan o'xshamaydi. JavaScript'dagi percent qoldiq tepish uchun qo'llaniladi. Qoldiq tepish degan masalan, biz 10 ni 3 ga bölimiz desek, 10 ni 3 ga bölsek 9, bir eshib qoldi, bir qoldiq bo'ladi-ku. Shunga masalan men x ni 10, y ni 3 desem, x% y deb bundalat yazsam, bu amaliyotda qoldiqni deb berdi. Qoldiq necha? 1. Agar x 11 bo'lsa, 11 ni 3 ga bo'lgandan keyin qoldiq 2 chiqadi. Endi bu qoldiq tepish amali programmachilikda xil keng qo'llaniladi. Masalan, jupson taqsan hukm qilmoqchi bo'lsak, agar qoldiq 2 ga bo'lgandan keyin qoldiq 0 bo'lsa, jupson 1 bo'lsa taqsan deb shunday hukm qilamiz. Masalan, y ni 2 deb qo'yib biz endi qoldiq deb boqaylik. Qoldiq topsak 11 da 1 chiqdi, shu 11 taqsan. 10 da 0 chiqdi, shu jupson. Masalan, 5 desek, bunun da 1 chiqdi, 1 chiqqandan keyin taqsan deb shunday hukm qilamiz. Bu 5-chisini tanishtirib bo'ldik. Endi 6-chi bir matematikalik amal bu daraja ko'tarish yoki kvadrat ko'tarish amali. Kvadrat ko'tarish uchun ko'paytish belgisini shiklatini yozsak bo'ldi. Kvadrat ko'tarish deganni bilasizlar balkim. Kvadrat ko'tarish degan x ning kvadrati x ni x ko'paytgan tan bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin x ni 2 daraja yoki x ni kvadrati ko'tarilgan bu amalning natijasi 5 ning kvadrati 25 chiqdi. Agar 6 bo'lsa, 36 chiqadi. 11 bo'lsa, 121 chiqadi. Demak, 2 darajaga ko'tarish uchun ko'paytishni ikkinchilasak bo'ldi.
Endi 3-chi darajaga ko'tarmoqchi bo'lsak, masalan, ma'lum bir sonning kubini topmoqchi bo'lsak. Kupa deganimiz masalan 3 ning kubini topsak, 27 chiqishi kerak. Buni bundaq yozg'ili bo'lamdi. 3 qatim ko'paytirsanlar xatolar chiqdi. Bundaq yozg'ili bo'lmaydi ekan. Endi u kubni ko'tarish uchun yoki 2-chi darajadan yuqori darajaga ko'tarish uchun 2-chi daraja va yoki boshqa darajaga ko'tarish uchun umumyuzlik ishlatiladigan narsa mathpower degan ma'lum funksiyani ishlatamiz. Buningga birinchisi daraja ko'tarmoqchi bo'lgan sonni yozamiz. Ikkinchisi darajani yozamiz. Baqirsak, x daraja ko'tarmoqchi bo'lgan son darajasi y. Unda bo'lgan ekan 3 ning 3-chi darajasini topadi. 3 ning 3-chi darajasini topsak 27 chiqdi. Endi 3 ning 4-chi darajasini topsakchi 27 ni yana 3 ko'paytirdik. Unda bo'lgan ekan 81 chiqdi. Bu kubga ko'tarishning usuli. Kubga yoki 4-chi darajaga andaq daraja ko'tarish amalini o'sha mathpower degan shu program funksiya orqali bajaramiz. Endi men math degandan keyin chekit qo'yib baksanglar, bu yerda bir talay funksiyalar ko'rinadi. Bu funksiyalarni to'g'ridan izlab baksanglar, masalan, sinus, kosinus, tangens, kotangens degandek. Andan keyin arif tangens, arif kotangens degandek trigonometriyaning ta'tir funksiyalari, logaritma, ishkilik logaritma, o'nliq logaritma degandek matematikadagi ko'pincha funksiyalar o'shada tepiladi. Uni endi bir tanishtirib o'tmaymiz. Keyincha bizning misollarimizni ushirgan vaqtda tanishtirishimiz mumkin. Endi daraja ko'tarish amalidan keyin bu math sqrt degan yildizni chiqarish. Masalan, 81 degan yildizni chiqarsak 9 bo'ladi. Bu yildizni chiqarish degan. Masalan, 9 ning kvadrati 81 bo'lganligi uchun 81 ni yildizni chiqarsak 9 bo'ladi. Buni matematik funksiyada sqrt deb yozib, buning ichiga sonni yozsak, masalan 81 degan yozsak, natija 9 chiqadi. Masalan, x degan yozib taqayli, x ni yozsak 1,73 oxirgi foiz qiymatlari bor, shuna holatda chiqadi. Masalan, ko'p ishlatiladigan bir xil hisoblash bor. 7,5 dan 1 chiqarib etib, buni 2 ga bo'lsak, 6 dek bo'lish qiymati chiqadi. Buni hisoblashda masalan, sqrt 5 olimiz 1 bo'ldik 2 deb ma'lumotda qiymatini topsak, 6 dek bo'lish soniga shunday erishkili bo'ladi. Yani shunday matematik amallarni bajarish usuli mushu. Endi biz bu kitobimizga qaytib kelsak, matematik amallardan birisi arttirish amali. Arttirish amali masalan x ning qiymati 3 bo'lsa, x plus desak, x ning qiymatini bu yerda topsak, x 4 bo'ldi masalan. X ning qiymati 9 bo'lsa, buni plus desak, qiymati 10 bo'ladi. Endi minus deganmi? Ashning bu arttirsa kamaytirdi. Bir-birlik kamaytirdi. Unda bo'lgan ekan 9 bo'lsa, bir-birlik kamaysa, x ning qiymati necha bo'ldi? 8 bo'ldi. Agar 8 bo'lsa, bir-birlik kamaysa 7 bo'ladi. Shunaqa. Bu arttirish kamaytirish degan amaliyotda bu x dan x qo'shimiz 1 deganga o'xshash. X ning qiymatiga 1 ni qo'shib berish bilan x plus deb yozishninki natijasi o'xshash bo'ldi. Buni shunaqa tushunib olsanglar bo'ldi. Hamda matematik amallardan keyin ikkinchi bo'lib so'zlaydigan narsamiz selishtirish amallari. Selishtirish amallari deganimizning ichida tanglik, tang emaslik, cho'nglik, kichiklik, cho'ng yoki tanglik, kichik yoki tanglik degandek bundoq har xil shakllar bor. Biz masalan x ning qiymatini 3, y ning qiymatini 4 deb qo'ygandan keyin hamda ikkisini selishtirib buni z'ga berib boqaylik. Masalan, z ning qiymatidan x cho'ng y desak,
Bu çağda neticesi ne buldu görüp bakayla. X çoğun y'nin kımmeti false oldu ekan. False degan nima? Yolg'on. Ya'ni x y'dan cho'ng emas. Ya'ni x3 y4 bo'lganligi uchun bu ifodaning natijasi yolg'on bo'ladi. Hamda x kichik y'ning qimmati rost bo'ladi. Hamda x teng y. Biz oldingi darsda tanglik belgisi, normal matematikada ishlanadigan tanglik belgisi bilan programmachilikdagi tanglik belgisi o'xshamaydi degan. Shunga tanglik belgisi biz ikki narsani teng demoqchi bo'lsak, tanglik belgisini ikkini qo'ysak bo'ldi. Shunga x teng y deganning natijasi x bilan y ni selishtirib, agar ikkisi teng bo'lsa, true qaytadi. Teng bo'lmasa, false qaytadi. Hozir x ning qimmati 3, y ning qimmati 4 bo'lgan sharoitda z ning qimmati nima bo'ldi desanglar, false bo'ldi. Agar ikkisi o'xshash bo'lsa, buning natijasi nima bo'ldi? True bo'ldi. Shunga bu selishtirish amallarini mana shunday bilib olsanglar bo'ldi. Hamda yana bir selishtirish amali teng emas. Teng emas amali bundoq. Teng emas amalini qanday ishlatamiz desanglar, masalan x ning qimmati 4, y ning qimmati 4. Hamda x teng emas y deganning natijasi nima bo'lishi kerak? False bo'lishi kerak. Agar ikkisining qimmati rost teng bo'lmasa, x teng emas y ning qimmati nima bo'lishi kerak? True bo'lishi kerak. Bu endi selishtiradigan amallar. Selishtiradigan amallarning ichida yana bu bayatimiz cho'nglik belgisini sinagan cho'ng yoki teng deb bor. Cho'ng yoki teng degan cho'ng bo'lsa-mi yoki teng bo'lsa-mi? Cho'ng bo'lsa yoki teng bo'lsa. Ikki xil shart, ikki shartning birisi amalga oshsa, buning qimmati true bo'ladi. Masalan, x ning qimmati 4 bo'lsa, 4 y ning qimmati 4 bo'lgandan keyin bu teng degan narsa quriladi bu yerda. Garchi cho'nglik degan narsa qurilmasin. Unda bo'lgandan keyin z ning qimmati nima chiqadi? True chiqadi. Agar x ning qimmati 3 bo'lsa, 3 bo'lsa bu cho'ngmi emas, tengmi emas. Ikkili shart qurilmaydi. Unda bo'lgandan keyin buning natijasi false bo'ladi. Endi kichik yoki teng, shuning aksi bu agar x ning qimmati y ning qimmatidan kichik bo'lsa, true bo'ldi. X ning qimmati y ning qimmatiga teng bo'lsa, yana true bo'ladi. Demak, bu kichik bo'lsa-mi, teng bo'lsa-mi, ikkisining har birisi qurilsa, buning natijasi true bo'ladi. Bu selishtirish amallari. Endi selishtirish amallarini tanishtirib bo'lgandan keyin biz selishtirish amallarini ishlatishni bugungi darsimizning oxirida biz selishtirish jumlasi if'ni o'rganamiz. Uni da mashq qilgan vaqtda sizlar ilgirlab tushunalaysizlar. Endi selishtirish amallarininki o'tirda bir-birini bog'lash uchun ikki yoki undan ko'p selishtirish amallarini bog'lash uchun yoki ma'lum bir selishtirish amalining aksini elish uchun biz hamda yoki emas degandek logikalik amallarni ishlatamiz. Endi bu amallarni ishlatish usulini bir ko'rib boqaylik. Masalan, x ning qimmati 4, y ning qimmati 3 bo'ldi. Biz x y dan cho'ng bo'lsa, y 10 dan kichik bo'lsa, bu ikki shartdan qanoatlangan bir avvalga hukm qilmoqchi bo'lsak, masalan, biz x cho'ng y hamda y kichik 10 deb ikkili shartdan qanoatlangan bir avvalga hukm qilmoqchi bo'lsak, buning o'tirig'i ikki belgi endi belgisidan ikkini qo'yamiz. Bunda qo'ysak, masalan, hozir x 4, y 3 bo'lgan sharoitda x cho'ng y degan shartmi quriladi. Y kichik 10 degan shartmi quriladi. Shunga hamda degan ekan bu. Ikkili shart qurilganligi uchun buning natijasi nima bo'ldi? True bo'ladi. Agar ikki shartdan ma'lum birisi qurilmagan bo'lsa, masalan, x y dan cho'ng bo'lsa, y kichik 1 bo'lsa degan bo'lsak, y ning qimmati 3, bu 1 dan kichik emas. Ikkisining birisi qurilmasa, buning natijasi false bo'ldi. Yoki oldingi qurilmasimi? Masalan, x y dan kichik bo'lsa desak, oldingi qurilmaydi-ku. Mayli oldingi qurilmasin yoki keyingi qurilmasin,
ikkisidan birisi qurilmasa, buni natijasi false bo'lib chiqadi. Endi ikkinchi bir xil logikalik amal yoki selishtirish amallarini bog'laydigan amal or amali. Or degani bu inglizcha ko'nikib taqtida shift bilan chekitlik peshini bassanglar chiqadi. Yani şu siziqdan ikkini bosib shunaq chiqaramiz or amalini. Or amali qandaq bo'ladi desanglar, and amali yoki hamda amali ikki shartning shart yoki 3 shart, shu net shart bo'lsa, shart o'zaro bog'langan. Ash shartlarning hammasi qanoatlangan vaqtda undan keyin shu bo'ladi. Lekin yoki amali mushu shartlarning har birisi qanoatlansa, bu shu bo'ladi. Masalan, x y'dan cho'ng bo'lsa yoki y ondan kichik bo'lsa dedik, bu chog'da natija shu bo'ldi-ku. Chunki ikkinchi shart qanoatlandi. Endi ikkinchi shart qanoatlanmaydigan bir xil avvalgi yozib boqaylik biz. X y'dan cho'ng yoki y birdan kichik deb bu holatda yozsaqmi, buni natijasi shu bo'laveradi. Nima uchun? Chunki mashartlardan birisi amalga oshdi. Endi birinchisi amalga oshmasa, shartning qurilmasa birinchi shart. İkinci şartın qurilmasa, bu o'tirdi yoki bo'lsa, undan natijasi false bo'ladi. Lekin shartning birisi qurilib qolsa, masalan, ikkinchi shart y cho'ng bir desak, ikkinchi shart qurilib qoladi va bu rost bo'ladi. Bu holatda yana true bo'ladi. Demak, hamda amalida ikkilisi teng qurilish kerak. Bu yoki amalida ikkisidan birisi qurilsa bo'ladi. Endi uchinchi bir amal emas amali. Bu emas amalimi ba'zida ishlasak ishimizni qulaylashtiradi. Buni ishlash usuli qanday bo'ladi desanglar, shartning oldiga bunda o'ndash belgisidan birini qo'ysak, undan keyin shartni yozsak, x cho'ng 3 degan bo'lsak, x cho'ng emas 3 degan gap bo'ladi bu. X cho'ng emas 3 degandan keyin x endi buning natijasi nima bo'lishi kerak? False bo'lishi kerak-ku. Endi x kichik emas 3 desak-chi, buning natijasi nima bo'lishi kerak? True bo'lishi kerak. Chunki x 3dan kichik emas, ya'ni 4 bo'lganligi uchun 4 3dan kichik emas. Shunga bu shart qurildi, bu true bo'ldi. Bu emas amaliningki ishlatilishi. Bu kitobda mavlardan keyin oldingi biz tanishtirgan amallardan keyin yana ishkil sistemadagi ba'zi amallarni bitwise and bitwise or bitwise x or bitwise not degandek bir talay amalni tanishtiribdi. Bu amalni biz ishkil sistemada to'g'ri to'xtalmaganligimiz uchun tanishtirmaymiz. Agar keyingi darslarimizda bu lozim bo'lsa, biz shu chog'da tushuncha beramiz. Biz bu yerni yoki ma'vo salla o'tirishga amallar ananki logikalik miqdorma boolean tiplik salliq ma'lumot tipi true false o'tirishga amallarni tanishtirib o'tdik. Bizning yana bir tanishgan salliq ma'lumot tipimiz text yoki string tiplik salliq ma'lumot tipi. Hamda tekstlar bo'lsa, tekstlar o'tirishda qanday amalni bajargili bo'ldi desanglar, ikki tekst o'tirishda faqat bir lam qo'sh amalni bajargili bo'ldi. Masalan, bizning dars degan o'zgaruvchimiz tor yuzi programma loyihalash degan bo'lsa, hamda ikkinchi bu tarmoq dars debman, yana bir o'zgaruvchi yozalay, tarmoq dars ve JavaScript yani mi? İngilizce yazar. JavaScript'te doğru yüzlü programı loyihalash ve JavaScript dedik. Hem de bu ikisini qo'shish uchun men qanday qilaman? Masalan, let deb mavzu degan narsa darsga qo'shiman tarmoq dars. İkisini qo'shgan tam bo'lsa, endi bu yerda biz mavzu deganni ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatsak, bu mavzu
To'g'ri programmani loyihalash deganning keyiniga va JavaScript deganni qo'shdi. Lekin o'tirdi bo'sh o'rinda tashlamaganligimiz uchun hamda bizning mana tekstning yo'nalishi o'ngdan solga tashlanmaganligi uchun shu sal ilishib ketdi. Hamda buni men tekstning yo'nalishini CSS'ni o'zgartirish orqali to'g'rilab qo'yay. Oldi bilan tekstning vujudini to'g'rilash uchun men MyDev deganning ichiga yozgan o narsani. Shu buning ichiga direction yo'nalish deganni RTL o'ngdan solga deb yozib qo'yman. Yozib qo'ygandan keyin bu to'g'ri programmani loyihalash va deb JavaScript degan to'g'ri yerga keldi hozir. Kelgandan keyin endi JavaScriptning ichida mana ikkisini qo'shgan vaqtda o'tirg'i yana bir tal bo'sh o'rin qo'shib etsam, bu chog'da natija to'g'ri chiqdi. Bu endi string tiplik sonliq ma'lumotlar orasidagi amal. Ya'ni faqat qo'shish amalini bajaramiz. Ikki taraf stringni o'rtasida qo'shishni qo'shsak, ikki stringni birlashtirib birligini tushunib olsanglar bo'ldi. Endi biz bu mazmunlarni JavaScript'dagi amallarni biroq bir tanishtirib bo'ldik. Endi bizningki tanishtiradigan ikkinchi mazmun bugungi darsda if else jumlasi. Ya'ni shart jumlasi. Programmachilikda ba'zida programmaning ichida shart qo'yib, shartga asosan shart qurilsa ma'lum bir ishni qiladigan, qurilmasa u atlab ketiladigan andaq bir holatda program tuzashga to'g'ri keladi. Unda bo'lgan programning liniyasi mau shakldagidek mau rombi shakldagining ichidagi shart bo'lsa, masalan, bu shart qurilsa pastki kodni ijro qiladi, qurilmasa pastga chiqadi. Bu holatdagi undaq kodlarni bitirib qilishda, masalalarni bitirib qilishda biz if jumlasini ishlatamiz. If jumlasini ishlatish usuli qanday desanglar, if deb tirnoqning ichiga shartni yozamiz. Andan keyin ifdan keyin o'tir tirnoqni yechib yopamiz. O'tir tirnoqni yechib yopgan bu orliqqa if jumlasi qurilsa qiladigan ishimizni yozsak bo'ladi. Endi oddiy bir misol ishlab boqaylik. Bu yerda kitobda ko'rsatilgan misolda yoshga asosan agar yosh 18 dan cho'ng bo'lsa, bu pravo ilishib bo'ladi deb chiqaradigan mandaq bir programma tuzabdi. Ash programmaning o'zini biz tuzab boqaylik. Endi biz yosh deb bir o'zgargichni birini izolaylik. Yosh degan o'zgargichimiz 20 bo'lsin. 20 bo'lsin. Endi agar if jumlasi ishlatish usuli if deb tirnoqning ichiga shart yozdik. Yosh cho'ng 18 bo'lsa, cho'ng yoki tang desak 18 yoshni o'z ichiga oladigan bo'ladi. 18 yoshdan cho'ng yoki tang bo'lsa, tirnoqni yechib yetdik. Endi orasiga mau mazmunni besib chiqilgan jumlani o'tirg'a olsak bo'ldi. Agar 18 yoshdan cho'ng bo'lsa, pravo ilishib bo'ladi deganni besib bo'ladi. Unda bo'lgan ekan miyaga pravo ilishqa bo'ladi dey. Endi sinab boqaylik. Bu yosh 20 bo'lganlik uchun bu 18 dan cho'ng yoki tang degan shartga to'shidi. Unda bo'lgan pravo ilishqa bo'ladi degan narsa chiqdi. Agar yosh 16 bo'lsa, hech narsa chiqmadi. Demak, shart jumlasi shu yosh 18 dan cho'ng yoki tang degan shart qanoatlansa, mau besib chiqilgan qo'lni ijro qilyotdi, qanoatlanmasa ijro qilmayotdi. Endi if jumlasiniki yana bir xil ishlatish usuli ijro bo'lsa, bu shart qanoatlansa, buni ijro qiladigan, qanoatlanmasa aslidagini ijro qiladigan holat qilib bo'ldi. Endi bu holat yana bir o'zgartib boqaylik programmamizni. Masalan, yosh 18 dan cho'ng yoki tang bo'lsa, pravo ilishib bo'ladi deylik. Agar 18 dan
cho'ng yoki teng degan shart qanoatlanmasa, buni else deb yozsak bo'ldi. Else deb matnlarning ichiga shart qanoatlanmagan chog'da besib chiqadigan narsani yozsak bo'ldi. Sen bu yerga pravo ilishqa bo'lmaydi deb yozib boqaylik. Pravo ilishqa bo'lmaydi. Yeshi to'lmasa pravo ilishqa bo'lmaydi degan gapni bilasiz. Endi sinab boqaylik. Sinasak 16 yosh bo'lganlik uchun pravo ilishqa bo'lmaydi degan besildi. Endi 19 yosh bo'lsa pravo ilishqa bo'ladi deb besildi. 40 yosh bo'lsa pravo ilishqa bo'ladi deb chiqdi. 14 yosh desa pravo ilishqa bo'lmaydi deb chiqdi. Bu mana if cümlesining else bilan birlashtirib ishlatilishi. Endi mana if cümlesiniki biz bayatın ügengen logikalik emeller bağlıqı emde emeli yoki emeli deb shu emellarni ishlatgan bir misolni ko'rib boqaylik biz. Masalan, bir pravo oladigan maktab yeshi 18 dan cho'ng bo'lgan hamda madaniyat saviyasi o'rta maktabdan yuqori bo'lgan bo'lsa, anan keyin pravo ilishqa bo'ladi desa, endi ma'noga masalan madaniyat saviyasi deb madaniyat saviya deb yana bir o'zgartirish qo'shay. Madaniyat saviyata madaniyat saviya deganni masalan biz darajalantiraylik. Bu yerda izolab qo'yaylik. 1 boshlang'ich 2 o'rta maktab 3 to'liq o'tira 4 oliy maktab degandek yamandaq madaniyat saviyasi degan narsani son bilan ifodalaydigan qilaylik. Unda bo'lgan chog'da madaniyat saviyasi masalan birisining yeshi 18. Madaniyat saviyasi 1 desin. Endi mana shart qo'shgan vaqtimizda biz yeshi 18 dan cho'ng yoki teng bo'lsa, madaniyat saviyasi madaniyat hamda madaniyat saviyasi cho'ng yoki teng 2 bo'lsa, andan keyin pravo ilishqa bo'lsin. Bununla madaniyat saviyasi yetishmasa, yeshi yetishgan taqdirda pravo ilishqa bo'lmasin demoqchi bo'lsak, bu yerga endi belgisi qo'shiq to'g'ri keladi. Endi sinab boqaylik. Pravo ilishqa bo'lmaydi deydi. Nima qilsak, mana madaniyat saviyasi yetishmadi. Endi madaniyat saviyasini o'rta maktabda o'qigan qilsak, pravo ilishqa bo'ladi deydi. Endi masalan buning yeshi 14 to'lab o'rta maktab bo'lsa, pravo ilishqa bo'lmaydi deb chiqdi. Chunki ikkala shart qanoatlanmadi. Endi buning yeshi 20 yosh bo'ldi, madaniyat saviyasi to'liq o'tirib bo'ldi yoki oliy maktab bo'ldi. Oliy maktab bo'lgan chog'da qarasanglar pravo ilishqa bo'ladi deb chiqdi. Bu endi biz bu yerdan o'rgangan logik amalini bog'laydigan hamda belgisini shartning ichida ishlatish usuli. Endi bu shart jumlalarini bundaq else if deb andaq shakldami ishlatish bo'ladi. Men mana bu misoldan narsalarni zot qilib qo'yib turay. Endi let deb sondan birini izolay. Sondan 60. Endi bu sonlarni biz 3 turga bo'ladigan program bo'lsin bu. 10 dan cho'ng sonlar 50 dan cho'ng sonlar 50 dan cho'ng ondan masalan 100 dan cho'ng degandek 3 turga bo'ladigan bundaq bir program tuzmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz desangiz, boshda sonni 10 bilan solishtiramiz. Son cho'ng 10 bo'lsa, bu yerdan endi bestiramiz. Bu son 10 dan cho'ng.
Unda bo'lmisichu 10'dan cho'ng bo'lmasa, bu hamda 10'dan 50'dan cho'ng bo'lishi texam mumkin emas. 100'dan cho'ng bo'lishi texam mumkin emas. Shunga bu avvalda biz eng cho'ngini boshda selishtirib olsak, andan keyin ikkinchi o'tirangisini andan eng kichkini selishtirsak, andan to'g'ri bo'ldi. Şu masalan 100'de bu son 100'den cho'ng bo'lsa, bu chog'da mana men keyin ishlatmayman, shuni ko'chirib bilib turay. 100'den cho'ng bo'lsa, bu esa 100'den cho'ng desin. Agar 100'den cho'ng bo'lmay 50'den cho'ng bo'lsa demoqchi bo'lsak, bu yerda else if son cho'ng 50 bo'lsa, bu esa 50'den cho'ng desin. Hem de bu şart mı qanoatlanmasa, 100'den mi cho'ng bo'lmasa, 50'den mi cho'ng bo'lmasa, else if undan bo'lmasa, if son cho'ng 10 bo'lsa, o shartdan hech qaysi qanoatlanmay, bu son 10'dan cho'ng bo'lsa, bu chog'da bu son 10'dan cho'ng deganini bersin. Document get element by id set text. Buningki inner html degan narsa tam bu son 10'dan cho'ng deganini beradigan bo'lsin. Endi natijani ko'rib boqaylik. Son 60 bo'lgan chog'da bu son 50'dan cho'ng deydi, to'g'ri chiqdi. Endi 120 bo'lsa, bu son 100'dan cho'ng deydi. 20 bo'lsa, bu son 10'dan cho'ng deydi. 5 desakchi, bu shartning hech qaysi qanoatlanmaganligi uchun hech narsa bosmadi. Bu endi mana shartlarni ishlatgan vaqtimizda else deb ham ishlatmay, else'ning keyindan yana if'ni qo'shib, bunda ishlatishning usuli. Else if ishlatmasak, mana 3 turli sonni ayirishning imkoniyati yo'q. Masalan, yozsam else desek biz 100'den cho'ng bo'lsa, 100'den cho'ng deb bisib, andan keyin else deb ham ham yerda hem sonni bir tarafda edeversek, 100'den cho'ng olmagan sonning hammasi 50'den cho'ng bo'lishini ataygan, unda bo'lgan ekan, buni ayirish imkoniyati bo'lmaydi. Shunga bu yerda else'dan keyin cho'qim yana bir shart qo'yish to'g'ri keladi. Ma'ni shunday else if deganda shunday tushunib olsanglar bo'ladi. Shuning bilan bugungi bu shart jumlasi if'ni tushuntirishimiz bu shakilda bo'lsin. Endi keyingi qitimliq darsimizda biz ko'p shartni birla vaqtda bir qildigan switch case deb yana bir jumla bor JavaScriptda. Shu jumlamizni tanishtiramiz. Allohga omonat. Salomat bo'linglar.